2 ming beraman, bo'ladimi? Aka, Jigulini puli emas-u. Imkon bo'lsa, ozgina qo'shib bersangiz. Muhtojligimdan sotyapman. Tushunarli. Oxiri 2,5 ming qilib beraman. Rozimisan? Mayli, roziman. Unda ketdik notariusga. Ketdik. Mana dokumentni ham qilib oldi. Aka, o'zimni holatimdan kelib chiqib, sizga ham qimmat tushib ketmasin deb ishonchnoma qildirib beryapman. Menga farqi yo'q, shogirdlarga sovg'a qilib yuboraman. Unda menga ruxsat, mashina yaxshi kunga xizmat qilsin. Sog' bo'l. Iya, jarima keldimi? Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, mashinani sotgan bo'laman. Xo'sh, xizmat. Shu mashinani ilova orqali o'zingizga rasmiylashtirib olsangiz bo'lar ekan. Bilasiz-ku, hozir balli sistemaga o'tgan, menga jarima kelyapti. Keyinchalik mashina olib minishim bor, yana pravomdan mahrum bo'lib qolmay. Menga telefon qilma umuman. Sen menga oformit qilib bermagansan mashinani. Sen menga oformit qilib berganingda to'lardim. Menga umuman telefon qilma. Hop aka, bezovta qilmayman. Jarimani to'lab, mashinani o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib olsangiz bo'ldi. Men senga to'lamayman dedim, qanday tushunding? Mayli, jarimani to'layman, lekin u bu dunyo rozi emasman. Bor boshimni qotirma. Qo'yib qo'ydimi? Sandaqqalarga insof bersin.